43. bab. Asli hikoyatning davomi. Sultan Saidxonning Qashqarda Mirza Abubakri lashkari bilan qilgan dastlabki urushi. Bilmek kerakki, xonning muborak ahvolini so'zlab, xon Farg'ona viloyatidan chiqib, Mo'g'uliston yo'li orqali Qashqarga yurish qilgan. Mirza Abubakri bu xabarni anglab, Qashqarda 7 kun ichida bir qal'a bino qildirgan voqeaga yetib kelgan edi. Mirza Abubakri piyoda va otliq bo'lib 10 ming kishini necha yillik uzun ozuq tuliklar bilan qal'ani saqlashga qo'ydi va Yusufan nomli amirni ularga sardar qilib belgiladi. Ularning hamma lozimatliklarini ko'ngildagidek o'rinlashtirib qo'yib, o'zi yangi sarg'a ketdi. U yerga qurol yaroq ozuq tuliklarni to'ldirib berib, ondan o'tib yerkanki ketdi. Xon bu çağda Moğolistanның Qashqar tarafdagi bir chegarasi bo'lgan To'yinboshi. Bu ism Mulla Muhammad Niyozning tarjimasida va Toshkent ruscha nashrida yuqorida kelingan. Parischa 1, 2 nusxalarda To'yinboshi deyilgan. Hanzucha nashrida Atu Bambashi deyilgan. Muharrirdan ga yetib keldi. Ahli ayollarni u yerda qo'yib, lashkarlarni ilib davomli ilgirladi. Tunji kechasi Mirza Turki. Bu isim Mulla Muhammad Niyoz tarjimasida yuqorida kelingan. Parischa 1, 2 nusxalarda va Toshkent ruscha nashrida Mirza Turki deyilgan. Degan joyga kelib tushdi. Ikkinchi kuni Tushku degan yerga kelib tushdi. Uchinchi kuni Otishga yetdi va Kubraviya tariqatining Maya shayxlaridan bo'lgan Sheyx Habib Tangri uningga rahmat qilg'ayning mazarlarini ziyorat qildi. Tangri rahmat qilg'ur Sheyx Habibning karomatlari shundoq oshkora bo'lgan ediki, xoniqa bino qildirganda bir yog'och qisqa kelib qopdim. U zot yog'ochni tortgan ekan, yog'och uzrabdim. U yog'och hozirmi aniq farqlanib turdim. Xon Alloh rahmat qilg'ur Sheyx Habibning ruhoniyatlaridan madad va yordam tilab o'tdi. Şərq qo'shini g'arib lashkarini mag'lub qilib, nur lashkarlari bilan olamni bir pasdila ishg'ol qildi. Nazm. Ufuqlarda subhi jilva qilib keldi, tong salkini chimmanlarda gullarni yelpitib keldi. Yulduzlar Xusravi shohi sharqdan ko'tarildi, falak turki sharqdan oltin superlari bilan keldi. Xon Artoshdan yurish qildi. Ushburxon. Bu isim Mulla Muhammad Niyoz tarjimasida yuqorida kelingan. Parischa 1, 2 nusxalarda va Toshkent ruscha nashrida Mirza Turki deyilgan. Otliq bir joyga yetdi. Bu joy iqin bo'yi bo'lib, To'yinboshining suyi qaliq qiyo jilg'isidan kelib, shu yo'l bilan oqatdi. Ushburxonning oldiga kelganda, ashu sudan o'tishga to'g'ri keladi. U yerda egiz bir dövi bo'lib, uning ustiga chiqsa Qashqar ko'rinadi. U dövi bilan Qashqarning orliqi qiyosan 3 farsang shariyachi bor. Uning to'pisidan toki suvning levidagi yorg'icha bo'lgan orliqda Mirza Abubakir kungurilik tam so'qtirib bir tor darvoza o'rnatgan edi. Shu yerda xondan tavchilar Tavchi podshoning buyruq va topshiriqlarini tegishli yerlarga yetkazguchi va amalga oshirguchi amaldor. Egiz yerga chiqib, lashkarning sonini olsin degan zarur yorliq tushdi. Lashkarlar to'p-to'p bo'lib kelib, ashu tor joydan bir-birlab o'tishga boshladi. Tavchilar ularni sanab hisobini ilvatdi, oxirida ularning soni 4700 kishi bo'lib chiqdi. Buningdan boshqa yana ahli ayollarni muhofazat qilish uchun bir muncha lashkar qilib qolgan edi. Bu 4700 kishi hisobda oz bo'lsa-mu, lekin ular hammasi dangliq sardorlar, yuqori martabalik amirlar, tadbirlik donishmandlar va tig' o'ynatquchi bahodirlar edi. Hammalari zamon tajriba saboqlarini boshdan kechirgan, bu ta'tir yurishlik palakning yormas ishlarining ochiq-chuchuklarini tetigan edi. Tarixning Hijriya 908 yili. Hijriya 908 yili milodiya 1502 yilga to'g'ri keladi. 9 yili Toshkent vayronchiligi yuz berdi. Shu vaqtdan toki tarixning Hijriya 920 yili. Hijriya 920 yili milodiya 1514 yilga to'g'ri keldi.
9 yılı bo'lgan mushu vaqtgacha saq 12 yil ichida bu zamonning ziddiyatlari tufaylidan hamisha qirg'inchilik va jidal mojarolar davom qilib turdi. Qalmoq, O'zbek, Chag'atay va Mo'g'ul qavmlaridan O'zbek, Chag'atay va Mo'g'uldan iborat 3 turli qavm bir-birlari bilan zidlik va dushmanlik yo'lini tutishgan edi. Beyt: Ne düşman pedadar idiyu ne dost ki bir-birsidan yirtishur irdi post. Yuqorida hamma voqealar bayon qilib o'tilganidek, bu 12 yil ichida bu xaloyiq hayot g'uvg'olarini, turaqsiz do'stlarni, sanoqsiz va to'xtovsiz mehnat mushaqqat inqiloblarini ko'rgan. Ko'p issiq sovuqlarni boshdan kechirib, hayot tijoratlarida tajribalik bo'lib pishib yetilgan edi. Ular jangu jidal qoidasini, lashkarlashlik va ilg'orlik yo'sullarini to'liq bilgan edi. Ularning har biri nurg'un tajribalarni hosil qilgan bo'lib, lashkariy ishlardagi inchiklikni bir daqiqami asdan chiqarmaydi. Hammasi tajribalik, kengashlik va tadbirlik edi. Bo'libmi Mo'g'ul qavmining har xil toifasidan nechilagan tajribalik amaldorlar, aqldorlar bor bo'lib, ularning maslahatlari hammaga yotadi va yaraydi. Shu kundagi jamoat ichida bor bo'lgan ashundoq kishilardan esimda qolganlari ixcham bayon qilinadi. Ularning biri Do'g'lat tabiqisining cho'ng yoshliq ulug' sardori Tog'am Saydu Muhammad Mirza edi. Shu kunlarda uning yeshi 40larga yetgan bo'lsa kerak, lashkariy ishlarning sababkori va bu askarlarning sardori shu edi. U o'zining fikr tadbiri bilan to'nilgan aql farosati bilan mashhur. Uning ahvoli va qo'lidan kelgan xizmatlari haqida yuqorida tafsiliy eslatma berilgan edi. U o'z zamondoshlari va qurdoshlari orasida alohida farqlanib turadigan aziz va obro'li kishi edi. Uning zamonida bu 4 qavm ichida uningga tenglasholadigan kishi yo'q bo'lsa kerak. Shu kuni uning nökri hisobida 280 kishi chiqdi. Yana biri Qaraquloq Mirza bo'lib, uning ahvoli xonning Mo'g'ulistondagi voqealarining bayonida zikr qilingan edi. Ashu voqealarda Qaraquloq Mirza gohida amirlik martabasining egasi edi. Gohida baxtsizlik patqiqiga patgan edi. Keyin xondan ayrilib Andijonga berib, o'zbeklar orasida bir xilda hayot kechirdi. Baxtsizlik palakini tijorat halovati bilan qarma-qarshi qilib yurdi. Xon Andijonni olgandan keyin Qaraquloq Mirza xonning xizmatiga ulashdi. Demak, Qaraquloq Mirza shijoatlikligi va tadbirlikligi bilan to'nilgan, kengash maslahatlikligi bilan mashhur, zaman tajribalarini pishiq egilagan aql idrok egilari ichidagi tayon kishilardan edi. Uning nökrining soni 100 kishi edi. Uning yana bir qarindishi Shohnazar Mirza bo'lib, umu hamma jihatda aksi bilan baslashadigan darajada edi. Uning 60 kishisi bor edi. Yana biri Mirza Ali Tog'ay bo'lib, uning ko'ngliga bir o'ylash bilanla yetgan fikr va tadbir makkar dallallarning esiga necha yillar o'ylab va uzoq tafakkur qilibmi yetmas edi. Bu qiyri palak kampirmi uningdan heyli mikr o'g'inish uchun uning oldida qomatini egib turadi va uningdan fitna fasod qo'zg'ash darsi haqida ta'lim oladi. Bu so'zning isboti xonning oxirgi ahvoli voqealarda bayon qilingusi. Uning 90 kishisi bor edi. Yana biri uning qarindishi Qutlug' Merak Mirza bo'lib, hamma kishi uni dangdar odam bo'ladi deb umid qilishadi. Uning 70 mulozimi bor edi. Yana biri Bahrika Mirza bo'lib, qo'shin ahlidan edi. 40 nökri bor edi. Yana biri bu kitobni yozuvchi Piqir Kamina Muhammad Haydar edim. Texi aqlim Humayuni mingam uvusida to'liq o'rilishib bo'lmagan edi. Ömrüm kunlari texi balliq subhida bo'lib, yoshlik quyoshi tug'magan edi. Yeshim amdila 15 ga yetgan edi. Gerçi xon meni ko'raganlik shon sharpiga muyassar qilgan bo'lsa-mu, lekin yeshim kichik bo'lganlik uchun shu martabaga loyiq xizmatlarni to'liq ado qila olmaydim. Otamdan qolgan bir muncha mulozimlarim bor edi. Ular hamisha ishlarimning yaxshilanishi uchun tirishchilik ko'rsatdi. Bu qitim shulardan 120si hesabga kirdi. Yana Do'g'lat Mirzalardan ko'p kishilar bor edi.
Ular her birleri bir kişi hesabida, nökerleri yo'q, əmirlər qatarda idi. Nökerleri bulğanlar toluq əslab ötülüdü. Moğol əmirlərimi şu qatarda əski elib ötülüdü. Ulardan biri Doxtoy təbiqəsinin sərdari əmir Daim Əli idi. Bu günlərdə onun iniləri Ahmet Ali və Mahmud Qulular texi yetib gəlməyən idi. Əmir Daim Ali uluq şan şöhrətlik əmirlərdən bulub, bu kitabda onun eti köp orunda zikr qılınıdı. Əmir Daimi Ali bilan Barlas təbiqəsinin yuqurda olturuşunun davasını qilishib köp maceralar bo'ldi. Ammo o'rin aniq tayinlanmagan edi. Shundaqdimi Əmir Daimi Ali qoyil bo'lmay o'rinni o'tinatdi. U dastlabda Mansurxonning xizmatida bo'ldi. Shu chaqda Mir Jabbarberdi Do'g'latdan so'rgan edi. U Do'xtoyning yuqurida o'ltirdiganligiga guvohlik berdi. Shuningdan keyin Əmir Daim Alining Barlasdan ilgari o'ltirishi qaror qilindi. Əmir Daim Alining nökerining soni aniq esimi qolmabdi. Ammo ehtimolga noyda yaqinki 200 dan ortiq kishi uning nökeri qatorida hisobga kirgan bo'lg'aydi. Yana biri Barlas təbiqəsinin sərdari Ali Mirak Mirza bo'lib, tog'amning jiyani edi. Uning necha o'g'li, necha inisi bor edi. Bir o'g'li Muhammad Mirza, uning ahvoli keyin zikr qiling'usi. Yana Mo'g'ulning mo'tvarlaridan bir qancha kishi bor. U vaqtda ulardan yoshli cho'ng kishi yo'q edi. Moğol ulusi orasida hamma ishning to'ri tuzgi, qonun qoidasini ulardan so'raydi. Kengash va maslahatda hammaga ularning fikr va tadbirlari yaraydi va yoqadi. U koni yoshliq peshqadamlardan biri Ali Mirak Mirza edi. Uningdan boshqa Kakabek, Qarabosh Mirza, Said Ali og'a, Allah Quli Kokuldash, Abdul Aziz Mirza qatorliqlar bor edi. Bu jamoatning hammasidan yoshqa eng cho'ngi Ali Mirak Mirza qiyirliq zaifligi tufaylidan uning butkul ruhiy va jismoniy kuchiga ta'sir etgan edi. Ammo shijoat quvvati yanada o'zgarmagan edi. Shuncha inilari va o'g'illari bor turuqliq amirlik va hukumat ishlariga o'zi aralashib ishlaydi. Jang urushlarda qirg'in va chapqon qiladi. Uning nökerining sonimi Amir Daimi Alining nökerining soniga yaqin edi. Yana biri Hoji Mirza bo'lib, shijoatlikligi bilan tonilgan. Uning 100 dan oshiqroq nökeri bor edi. Yana biri Yorqi. Bu so'z Mulla Muhammad Niyozning tarjimasi va Farscha 2-nusxasida yuqorida kelingan. Farscha 1-nusxada va Toshkent Ruscha nashrida Barqi deyilgan. Tabiqisi bo'lib, uning peshvosi va peshqadami Amir Kaka edi. Biroq u bakmu yashnab qolganligi uchun tanqidi urush va qarshilik qilishga yor bermaydi. U hamma zarur ishlarni Mir Qanbarga topshirgan edi. Bu yorqi tabiqisidan bir qancha mo'tvar amirlar Qunduzdan xon bilan billa Andijonga kelgan va Andijondagi jang urushlarda o'lib hech qaysi qolmagan. Ularning amili Mirqamirberga qolgan edi. Uning Maqsud, Hafiz va To'la qatorliq inilari xonning xizmatida edi. Mirqambarning odamlari Hoji Mirzaninkidan ko'proq edi. Aniq soni esim qolmabdi. Yana biri Urdu begi tabiqisi bo'lib, ularning sardori Qarabosh Mirza edi. Uning nomi qirsanlar qatorida tilg'i ilinib o'tadi. Uning o'g'illari va qarindoshlaridan tonilganliklari Gaday Mirza, Sabr Mirza, Muhammad Hoji Mirza va Muhammad Vali Mirza qatorliqlar edi. Yana biri itarchi tabiqisi bo'lib, ularning ulug'i Bishka Mirza edi. Uning qobil o'g'illari bor. Inilari va odamlarning soni 100 ga yaqin kishi edi. Yana biri Ko'nchi tabiqisi bo'lib, bu tabiqaning amirligi shu kunlarda Mir Janakaga tava edi. Mir Sharim Mirza, Qulnazar Mirza, Mir Mazid, Mirzi Jakallar texi kelmagan. Janaka Mirzaning odamlari Beshka Mirzanikidan ko'proq edi. Yana biri Churas. Churas Xanzucha nashrda Jaras deyilgan muharrirdan. Tabiqisi bo'lib, ularning sardori Munkabak edi. U shijoatda o'z tanqishlaridan alohida farqlanib turadi. 100 dan ortiqroq odam bor edi. Uning inisi Baba Sariq Mirza bo'lsa, Qaraquloq Mirza va Mirza Ali tog'aylarning hamtoviqi bo'lib,
Ularda bar xususiyetlerinin hammasi buningdimi bar. Uning odamimi Münke Begninkidan kam emas. Uning inisi Shahbaz Mirza bo'lib, umi hech ishda aksidan kam emas. Yana biri Bekchek tabiqisi bo'lib, bu jamoatning ulug'i Mir Ayub edi. Uning ahvoli Babur podshoning va Abdullah xonning voqealari bayonida zikr qilib o'tildi. Mir Ayub Mo'g'ul guruhining mo'tabar mashhur amirlaridan bo'lib, 12 yillik parakandichilik ichida qayerda bo'lsin amirlik va sardorlik martabasiga ega bo'lib kelgan edi. Haqiqatan amirlik mansibiga loyiq va munosib, turli yaxshi sifat va xislatlarga ega kishi edi. 200 ga yaqin nökür bo'lsa kerak. Uning inisi Muhammad Beg noiti yavaş, adablik, oliy nasiblik esil kishi edi. Chunki uning onasi Tirmiz Sayyidillaridan edi. Ulardan yana biri Sultan Ali Mirza bo'lib, uning ahvoli yuqorida xonning voqealarida bayonida zikr qilindi. Yana biri Yodigar Mirza. U necha muddatgacha xonning mulozimatida bo'lib, keyin xizmatni tashlab haj qilish sharifiga erishdi. Keyin qaytib kelib yana xonning xizmatida bo'ldi. Xon uningga iltifotlarni qildi. Keyin yana hajga ketdi. Ikkinchi navbat hajni ado qilib kelgandan keyin xilvatda o'ltirib, tinish amonlikda o'tiyotdi. Hech kishi bilan ishi yo'q, hech kimga azor yetkazmaydi. Yana biri Nazir Mirza edi. Bu kishilarning har birining 100 dan ozroqdan nökür bor edi. Yana biri Mirza Muhammad. Mir Ayub kelishdan ilgari Bekchekning va tumanning amirligi shuningga tava edi. Mir Ayub kelgandan keyin amirlikni Mir Ayubga topshirdi. Chunki Mir Ayub bo'lsa Mirza Muhammadning aksi, shunga uningga tava bo'lib bo'ysunishni zarur topdi. Holbuki uning hamma jihatda Mir Ayubdan kam yeri yo'q. Uning nökarlari Mir Ayubning kishilaridan kuchliroq edi. Yana biri Beg Muhammad Mirza xonning Kabuldagi vaqtidagi voqealarning bayonida zikr qilingan Muhammad otliq heliqi yosh mushu Beg Muhammad edi. U shundoq shijoatli yigit ediki, yoshlar orasida uning tangdishi yo'q. Yana kelib uning to'liq qurol jabduqlari 100 kishisi bor edi. Churas tabiqasi bilan Bekchek tabiqasining orasida yuqori tuvan o'ltirish masalasida to'liq ixtiloflar bo'ldi. Yoshqi cho'ng amirlarni yig'ib, ulardan ko'p so'rab deraklab, bu masalani aniqladi. Oxir shundoq ayon bo'ldiki, ular har bir xonning zamonida bu ikki tabiqadan qaysi iltifotga ega bo'lgan bo'lsa, shu yuqorida o'ltirgan, yuqori yoki tuvan o'ltirish xonlarning inoyati va iltifotiga bog'liq bo'lgan deyishdi. Shuningdan keyin xon yorliq tushirib, hozircha men hech qaysinglarga yuqori tuvan joy tayinlamayman. Her yili bir tabiqi yuqorida o'ltirsin, yana bir yili yana bir tabiqi yuqorida o'ltirsin. Shundaq navbat bilan o'ltiringlar. Yana oranglardan kimning shijoati ziyoda bo'lsa, shu yuqori o'ltirsin deb qaror qildi. U ixtilof hozirgacha saqlanib qelyapti, ammo aniq va muqim o'rin tayinlanmadi. Nomi zikr qilingan bu jamoatning hammasi amirlar va qo'shin egalari edi. Yana bir muncha jamoat bor. Gerçi ular amir va amirzodlarning bo'lmasa-mu, lekin ularning har birining guruhlari va tavalari bor edi. Mo'g'ul qavmidanmi bir jamoat bor bo'lib, ular bu 12 yillik qalayimqonchilik jarayonida muhim ishlarga duch kelib, ko'p tajriba savoqlarni hosil qilgan edi. Kengash va maslahat vaqtida ularning fikr va tadbirlarini hammaylar ma'qul ko'ratdi va yoqtiradi. Shulardan biri Ali Bahodir edi. Yuqorida uning ahvoli, xonga qilgan xizmatlari va vafodorligi to'liq bayon qilib o'tilgan edi. Yana biri Bakquli bo'lib, Shohibixonning zamonida nom chiqargan edi. Bobur podsho Ko'limilikda Ubaydulloh xondan yengilib Samarqanddan chekinganda, bu Bakquli 3000 kishini boshlab xonning huzuriga kelgan edi. U hisobga usti kishi edi. Yana biri Ishoq Bahodir bo'lib, shijoatlikligi ve kengashchiligi bilan tonilgan mashhur kishi edi. Yana Yorka Bahodir. Xanzucha nashrda Malik Bahodir deyilgan muharrirdan. Potachi. Bu ism Mulla Muhammad Niyozning tarjimasida Farscha 1-chi, 2-chi nusxalarda yuqorida kelingan. Toshkent Ruscha nashrida Tomachi deyilgan. Bahodir Qora Jungal.
Bu isim Toshkent Ruscha nashrida yo'q. Farscha birinchi nusxasida Junqal deyilgan, qolgan ikki nusxada Junqal deyilgan. Shaiban Sultaka bo'lib To'xta Quli. Bu isim Mulla Muhammad Niyozning tarjimasida yuqorida kelingan. Toshkent Ruscha nashrida yo'q. Farscha birinchi nusxasida Niltakar To'xta Quli deyilgan. İkinci nusxasida Biltakar To'xta Quli deyilgan. Uzun saqal To'xta Quli va Badang'ir. Bu isim Mulla Muhammad Niyozning tarjimasi bilan Toshkent Ruscha nashrida yo'q. Farscha birinchi nusxasida Badang'ir, ikkinchi nusxasida Yodang'ir deyilgan. Qatorliqlar bor edi. Bu jamoatning har biri birdan qavmning sardori bo'lib, hammasi ish ko'rgan, tajribali kishilar edi. Yana biri Tuman Bahodir bo'lib, Qaluchi qavmining boshchisi va shu zamonning mo'tvar sardorlaridan edi. Uning ba'zi ahvollari xonning oxirgi voqealarining bayonida zikr qilingusi. Yana biri Malika Ali Bahodir bo'lib, Qarluq qavmining sardori, shijoatli kishi edi. Yana biri Qulika bo'lib, Makrit qavmining sardori edi. Yana biri Shunqarchi guruhning sardori Umar Shayx edi. Bular hammasi qavmi va jamoati bor kishilar edi. Yana bir muncha jamoat bor. Ularning qavmi yoki jamoatlari yo'q. O'zlari tanha, ammo ko'plagan urush maydonlarida shijoatlarni ko'rsatib, bahodirlik bilan zamondoshlari orasida tonilgan edi. Ularning har birining bahodir nomi bilan bog'liq bo'lgan xizmatlari va urushlarda qilgan ishlari o'z navbatida bir-birlab bayon qilingusi. Ulardan ba'zilarining ismi munolardan iborat. Midaka Bahodir, Abdul Vahid Bahodir, Xudoyquli Bahodir Shiqovul, Yusuf Baqovul, Muhammad Ali Tuman, Kishkuy. Bu isim Mulla Muhammad Niyoz tarjimasida yuqorida kelingan. Farscha birinchi, ikkinchi nusxalarda Kishik-Shuy deyilgan. Toshkent Ruscha nashrida Kingshuy deyilgan. Divona Dona Quli, Qora Dona Quli, Shayx Nazar Yasovul, Baraka Yasovul, Haq Nazar Divona, Ali Qurchi, Shohmira Qalandar. Bu isim Mulla Muhammad Niyozning tarjimasida va Toshkent Ruscha nashrida yuqorida kelingan. Farscha birinchi nusxasida Mirak Qalandar, Farscha ikkinchi nusxasida Mirkabir Qalandar deyilgan. Baba Qulan. Bu isim Farscha birinchi, ikkinchi nusxalarda Baba Qulagan, Toshkent Ruscha nashrida Baba Qulagan deyilgan. Tangri Bardi, Baytisha, Haqnazar Qo'g'uchi, Jabak Muraxur. Bu isim Farscha birinchi, ikkinchi nusxalarda va Toshkent Ruscha nashrida Pak Muraxur deyilgan. Polichi Muraxur, Barmazid Mankish, So'qar Qaluchi, So'qar Uxsi, Baburin. Bu isim Farscha birinchi, ikkinchi nusxalarda Barun Arif Mirza, Toshkent Ruscha nashrida Barun Azuq Mirza deyilgan. Arif Mirza va bulardan boshqa nechilagan botirlar bor. Ularning hammasi shu zamonda barmoq bilan sanog'ida kishilar edi. Ularning har biri Rustami dostonni zal chog'liq nazariga olmaydi. Isfandiyari ruinatni o't hasdan ziyoda ko'rmaydi. Ulardan ba'zilarining ismila zikr qilindi. Agar buningdan ortiq bayon qilsak, so'z uzrab ketib, maqsad yiroqda qoladi. 44-bob. Sultan Saidxonning Qashqarda Mirza Abubakir lashkari bilan urush qilganligi. Lashkarning tartibi ana shunday tuzildi. Ular yasal sap tuzib, uch bo'lgan dövsidan yurib ketdi. Beyt. Tuzib sap jahondarning lashkari adu sari azim etdi chun sarsari. Adu qasidega jumla bel bag'laban qilib tez olmas birla sinan. Ki gerd örlep ol deştidin ebirdek zemin altavu 8 öldü felek. Mirza Abubakir leşkirinin emirleri xonning leşkirini yiroqdan ko'rib 15 ming kishi deb chog'lashdi.
Təcrübələrdən məlum ki, leşkər deganning soni qiyos bilan çağlagandek chiqmaydi. Faqat sanab baqqandala ondan ma'lum bo'ldi. Beyit. Kishi kim anga yetsa vahumu haras, birin yüzünü ming etkay qiyos. Xon jahon peshvosi bo'lgan Hojaning nurlarga to'lgan muborak mozorlarga yetdi. Ondan davlat va baxtiyorlik tizginni tuman suyi tarafiga qartib tortdi. Qashqardan 2 farsang yiroqdagi Sarman otliq yerda tuman suyining kechiki bor edi. Xon shu tarafga qarab yurish qilib tumandan o'tdi. So'g'liq. Bu ism Molla Muhammad Niyozning tarjimasida yuqorida kelingan. Parischa birinchi nusxada So'g'unluq, ikkinchi nusxada So'g'uqluq, Toshkent ruscha nashrida Suguntuq deyilgan. Otliq joyda Mirza Abubakirning bir beg'i bor bo'lib, imoratlari noiti esil yasalgan edi. Xon shu yerga tushdi. Ba'zi amirlar lashkarlari bilan Qashqar qal'asiga yaqin bordi. Ular dushman qal'ani mudofaa qilib tashqariga chiqmas degan gumon bilan qal'aga yiqilishib, uning mustahkamligining qanchalik darajada ekanligini ko'rib boqmoqchi bo'lib borgan edi. Lekin qarshi taraf qal'adan chiqib, yasal tuzib turgan ekan. Beyt. Sipahi bayaban qo'midin qo'zun. Misali nahangani daryoyi xun. Amirlar yetib borgandan keyin ahvolni ko'rib, urushga qo'l so'zdi. Ba'zi shijoatli yoshlar urush kunlarini ishrat kechisi chaqlaydi. Urush nag'risining sadosini dob va jang musiqisidek his qiladi. Beyt. Hamma she'ri dil quvvati misli babir idi nayzasidan xarashida abir. Hamma xayil kiynak shu razmisa bahodur jahon so'zi dushman gudaz. Alqisa. Bargan amirlar lashkarlari bilan dushmanga tashlandi. Ular bir-birlariga nayza va shamsharlarni urib, shiddatlik urushga kirishib ketdi. Na uningga xatar, na buningga zafar oshkora bo'lmay, ana shundoq tutishib Qal'a ichiga tulkidek yo'shirinib olgan dushmanlar erkak shirdak bo'lishib, to'satdan otliq va piyodalar bilan biraqla qal'adan chiqib urushga tushdi. Bu dehi Palak Shohin Shohi Quyosh o'zining oltin kabi nurliq oyoqlarini aminiyat taxti ustiga qo'ymagan chaq edi. Toki u aminiyat avjidan zavolliq pagahiga tushgan mahalga qadar jangu jidal davom qildi. U urushqa qatnashayotgan amirlardan ba'zilari xonga qarshi taraf qal'a ichidan tuzlanglik yerga chiqdi. Agar darhol g'olib lashkarlarni ilib yetib kelsalar, bu noiti g'animat fursatdir. Mubada kun kesh bo'lib ular qal'aga kirib kelsa, buningdan keyin qal'adan chiqmaydi deb ma'lum qilib kishi avatdi. Bu xabar xonga yetdi. Beyt. Shu dushmandan ogohlik topdi Shoh, tuza turdi oyini zabti siba. Charik xaylicha berdi tartibi soz, hamma jangga jayonu dushman gudaz. Ravan bo'ldi dushman sari favju qavich ki tushgan kabi bahri anzamg'a mavij. Alqisa. Xon lashkarni ana shundoq tartib bilan tuzib yurish qildi. Bu yo'lning egiz-pas yerlari ko'p edi. Yasal tuzib yurish mumkin emas edi. Shunga juvong'ar amirlariga oldin mangsun, o'g'il orqadan borsin deb yorliq tushirdi. Barangar amirlarning ko'pinchisi atdiganda ketib bo'lgan edi. Qo'shin yiqilashgandan keyin xon yorliq tushirib, yasal osta borsin, men avval berib ahvolni ko'rib boqay dedi. Shuningdan keyin xon ilgirlab yetib keldi. Javongar yasalimi olliburin yetib kelib urush qilayotgan edi. Xonning g'olib otliq guruhi yetib kelganligini ko'rib, ularga texmi kuch-quvvat va cheksiz shod-xuramlik hosil bo'ldi. Chunki ularning hammasi xonning muborak qadamiga intizor edi. Bu nusrat qushquchi askarlar xonni ko'ribla har tarafdan biroqla hujum qilib dushmanga tashlandi. Beyt. Tuzib tiri baranliq atmak fannin, qilib pora adu javshanin, urib xayli adaga shamsheru tir, chiqarab ular jonidan ming nafir. Turolmay hamma dushman atdi faraz, ki shir oldida tulkaga ni qarar. Demek g'ol qo'shin
yetib kelishdan burun oldin kelgan lashkarlar dushmanlarni qochirdi. Xoja Saqi Ali. Bu ism Molla Muhammad Niyozning tarjimasida va Parischa 1-2 nusxalarda yuqorqida ilingan. Toshkent Ruscha nashrida Xoja Safi Ali deyilgan. Divani oliy martabaga erishgan kishi bo'lib, uning asli Xorasan Uyg'urlardan edi. Hamisha shijoat qo'llarini himmat yoqisidan ajratmaydi. U odamlar bilan baldur yetib kelgan edi. Xonning yetib kelganligini ko'rib, hammadan ilgari dushman lashkarining markaziga o'zini urib, urushga kirib ketdi. U shijoat qo'llaridan ehtiyot tizginini qo'yib etib, o'zini unutgan holda urush daryosiga g'arq bo'ldi. Shu asnoda Sarman Eriq degan bir cho'ng eriqning ichida bir piyoda o'qiyotchi kamonga o'qni batlab turgan ekan. Xoja Saqi Ali etini eriqdan parvosiz sakritib o'tib, eriqning u tarafidagi dushmanlarga shamshar urmoqchi bo'lgan edi. Eriq ichida o'qni batlab turgan piyoda Xoja Saqi Alining ko'ziga bir o'q atdi. O'q shundoq tegdiki, uning gadinidan teshib chiqdi. Xoja Saqi Ali shu yerda atdan yiqildi. Shu ahvol ustida dushman yengildi. Ular xonning bahodirlarining hujumiga taqat qila olmay qochdi. Hamma lashkar yetib kelmay turibla ilgari kelgan jamoat qo'g'lab yurib, toki darvozaga yetib borguncha ularning o'ligidan dövi qo'pardi. Butkul olam mamlakatining podshohi bo'lgan buyuk Tangrining inoyati va iltifoti bilan bir soat ichida bu qadar yaroq jabduqliq zo'r lashkarlar halokatlik mag'lubiyatga uchrab, bir dövi to'proq aylandi. Qutulib qolganlari bor jafo mushaqqatlarni chekib, oran deganda qal'aga kirib oldi va darvozani taqab, holi xarob bag'ri kavib holatda qal'aga bekindi. Bu kecha xon shu yerga yaqin bir joyga tushdi. Davlat subhisi Nusrat ufuqidan ko'rinib, tun kunga olmishish bilanla xon yana yasal tuzib qal'aga yaqin bordi. Ko'rdiki, u yerda burmuncha yolg'iz yoyoq askardan boshqa hech narsa yo'q edi. Shunga qaytib kelib to'qsaq. Bu ism Molla Muhammad Niyozning tarjimasida yuqorqida kelingan. Parischa 1-2 nusxalarda va Toshkent Ruscha nashrida 9 oq deyilgan. Otliq yerga tushdi. Xon bu manzilda yuk taq va taalluqlarni asta kelinglar deb qoldirib qo'yib, Yangisar qal'asiga yaqin bordi. Yangisar xalqi qal'adan chiqmadi. Bir neçeligen piyodalar qal'aning teshida, sepil tuvida turgan bo'lsa kerak, yuqorida ismi zikr qilingan Midaka Bahodir u piyodalarga hujum qildi. Ular berib qarsa, dushmanlar mustahkam o'rinda turgan ekan. Bir soat turib, beqib orqasiga yandi. Xon necha kungacha u chegarada vaqtliq makonlashib turdi. Xon Mirza Abubakir Yorkentdan lashkar elib keldi deb faraz qilgan edi. Toki 2 oy muddat o'tdi. Mirza Abubakirdan hech asar bo'lmadi. Shu vaqt ichida Mirza Ali Tog'ay, Hoji Mirza va yana bir jamoatdan bir necha kishi ayrilib chiqib, Sariqqo'l tog'lari tarafiga berib, chopqin qilib, mol-mulk, qo'y va haddi hisobsiz o'ljalarni elib keldi. Shu kunlarda yana Muhammad Qirg'iz kelib, xonning muborak oyoqlarining to'pisini ko'ziga surma kabi surtib, xonning inoyat va iltifotlariga erishib, obro'y topdi. U Yorkentga berib Mirza Abubakirning ahvolini aniqlab kelaman deb xondan ruxsat tiladi. Xon ma'qul ko'rib ruxsat berdi va bir necha mo'tvar kishilarni hamroh qilib billavatdi. Muhammad Qirg'iz Yorkentga yurish qilib keldi va Yorkentga 2 farsang yiroqlikdagi Arslanbog' otliq joyni chopqin qilib, bir muncha o'lja olib qaytib keldi. Hamda Mirza Abubakir lashkar yiqishga tirishchanlik ko'rsatib etibdi. Puhra va dehqonlarga ot, qo'ral yaroqlarni berib, lashkar qilib turib etibdi. Lekin qarg'i yarg'udek lashkar yig'olmabdi degan aniq xabarni keltirdi. Xon bu uchurni anglab Yorkentga yurish qildi. 45-bob. Sultan Saidxonning Yorkentga yurish qilganligi va buningga aloqador ba'zi hikoyatlarning bayoni. Muhammad Qirg'iz Mirza Abubakirning xabarini elib kelgandan keyin barliq chora tadbir egalari birdak Yorkentga borayli. Agar Mirza Abubakir chiqib urush qilinsa, tex yaxshi. Mubada qal'adan chiqmasa, Yorkent tavasida asbob asliha,
ve osh-ozuqlar nihoyatda to'la. Yarkent qal'asini to'liq muhosara qilg'ili bo'ladi. Yarkent ishg'ol qilinsa, Qashqar va Yangisarmu jangu jidalsizla qo'lga kiradi degan maslahatga kelishdi. Xanmi bu maslahatni loyiq ko'rib, butkul lashkari bilan Yarkent tarafga qarab yuzlandi. Ular Yangisardan 10 farsang yiroqdagi Sukut otliq kentga yetib keldi. Bu yerga Mir Ayub va ba'zi xaloyiqlar qechib kelgan edi. Ularning ahli ayollari va boshqa munosabatli kishilari yo'q edi. Ularga Qora Tegin. Bu ism Mulla Muhammad Niyozning tarjimasida va Toshkent ruscha nashrida yuqorqida e'lonlangan. Farscha 1-2 nusxalarda Qayr Tegin deyilgan. Tarafga qechish tashvishi tushgan edi. Ammo bu ish oshkorlanib kelib, ularning ko'p qismi qocholmadi. Bir necha kishi ayrilib Qora Tegin va Hisar tarafga ketdi. Shu so'z ustida Midaka Bahodir Katta Bagning qechish niyati bor deb ma'lum qildi. Bu Katta Bag bu kitobning beshidaroq tilga ilingan Mir Ahmad Qosim Ko'kbarning inisidir. Mir Ahmad Qosim Toshkentni tashlab ketgan chaqda Katta Bag sayramda edi. Bir yil sayramni muhofazat qilib, Bobur podshoh Kabulga ketgandan keyin Katta Bagning hech tarafdan umidvorligi qolmadi. Shunga u oxir sayramni Qosim xonga berishga va'da qilib, Qosim xonni Toshkent ustiga keltirdi. Bu hikoyat yuqorida tafsiliy bayon qilib o'tilgan edi. Katta Bag Qosim xonning xizmatidan ayrilgandan keyin Andijonga xonning huzuriga keldi. Toki mushu vaqtgacha xonning xizmatida edi. Shunga barliq amirlar Midaka Bahodirning so'zini tasdiqlab, uning qechishi rost. Chunki u Bobur podshohning mulozimlaridandir. Uning qochadigan alpozi bor. Shunga haqiqiy ahvol aniqlanmaguncha Katta Bagni qamab qo'yish kerak deyishdi. Amirlarning hammasi bu fikrni quvvatlab qaror qilishdi. Xon amirlarga: "Men Katta Bagga kepil qilaman. Agar u qechib ketsa, men uningga zomin bo'lib kepil qilay" dedi. Xon shuningdan keyin Katta Bagni chaqirtib kelib, "Sen to'g'riliq bir qismi hikoyatlarni qilishyotidi. Sen mardona kishisan. Sening qechishing munosib emas. Men amirlar oldida sen uchun kepillik bo'ldim. Agar bu muhim paytda hamdamlik qoidasini bajo keltirsang, sening murod va xohishing har qanday narsada bo'lsa, uni sendan oymayman. Agar qechib ketib, amirlar oldida meni xijolatchilik qo'ysangmi, sening ixtiyoring" dedi. Katta Bag bu so'zga javob berib, "Men bundaq muhim ish vaqtida qechib ketadigan u darajada nomard emasman" dedi. Buningdan ziyoda mubolag'a so'zlarni so'zlamadi. Shu so'z bilanla sukut qildi. Xonning xizmatini qilib yuraverdi. Alqisa, ular bu voqealar tufaylidan Yarkentga berishni muvofiq ko'midi. Atsi Sharq shohi Quyosh o'zining oltin tug'ini jilvalantirdi. Ular yana qaytib Yangisarga yurish qildi. Beyt. Meni Fatih raxshiga bo'ldi ravon, saodat qarinu zafar ham inon. Rikabida mardana turan zamin, qilib jumla dushman sari qasid ekin. Salib jumla aburlag'icha giri, berib suv sinag'icha yasi g'azik. Kun tush bo'lgan vaqtda ular Yangisar qal'asiga yaqinlab bordi. Bu chaqdagi nihoyatda yaxshi bir tasodifilik shu bo'ldiki, Qashqarda qolgan lashkarlar xonning Yarkentga yurish qilganlik xabarini anglabla Yangisar amirlarining huzuriga kishavatib, bu yerdagi ba'zi amirlar tashvishlanib turibdi. Bu yerda parakanda va hamdamsiz lashkarlarla qoldi. Agar Yangisardagi Qashqarliklardan bir muncha kishi uyvoqlari bilan billa ko'chirib Qashqarga avatilsa, bu yerda put taraf turg'ili bo'ladi deyishdi. Yangisar amirlari bu so'zni muvofiq va foydali hisoblab, u yerdagi Qashqar xalqidan nurg'un kishini Yangisardan ahli ayollari bilan billa ko'chirib Qashqarga mangdirgan edi. Bu xaloyiqning hammasi Yangisar qal'asidan chiqib, Yangisar iqinining suyidan o'tib ketyotdi. Dal shu chaqda xon lashkarlari bilan yetib keldi. Beyt. Yetib keldi Shironi xayli mo'g'ul, ki sundilar ul jami qatliga qul, qilib g'orat eylab hamma zirit das
itib cümlə sərvərləridən yergi pəs. Qashqarga ketiyotgan bu nurg'un kishilar xonning g'olib lashkarlariga o'lji bo'lib asirga tushdi. Bu chaqda xon yetib keldi. Ammo Yangisar xalqi hammasi piyoda bo'lishib, yorliq va egiz pes mustahkam yerlarga bekinib mardona urush qilishga hozirlangan edi. Xon yetib kelgan hamonla Kattibek etini oldiga mang'uzib, Medaka Bahodirga qarab, "Ashu kuni meni qachidu" deding. "Mard bo'lsang, bugun kelgin. Qaysimiz qachidiganmiz, bugun ma'lum bo'lsin" deb hayvat bilan nari tortdi. Medaka Bahodirmu shijoatlik polvon edi. Necha yillardan beri mushundaq kunning kelishini orzu qilib kelgan edim, dedi. Umu etini oldiga o'tkazib, bu ikki bahodir dushmanga qarab etildi. Bet aduga qilib hamla bu ikki yor, biri Rustamu, birisi Isfandiyor. Ularning boradigan yo'li tor edi. Yo'lning bir tarafi Yangisar iqini. Bu suv toza ulg'aygan mezgili bo'lib, o'rkashlab iqib turadi. Yana bir tarafi egiz yor edi. Demak, bu yerda 3 otliq tasdan mang'uchilik yo'l bor. U yo'lning o'tirsiga piyoda kishi o'tkil bo'lg'ida qilib ishik o'rnatilgan edi. Savut kiygan nurg'un piyoda kishilar u ishikning ichida turadi. Bir necha piyoda o'q etish uchun ishikdan tashqariga chiqqan edi. Bu ikki bahodir hujumga o'tgandan keyin u piyodalarmi ishikning ichiga kirib oldi. Kattibekning eti Medaka Bahodirning etidan o'tib ketdi. Medaka Bahodir etiga har qancha qamchi urib boqqan bo'lsa-mu, ilgari o'tolmadi. Kattibek ularga yiqilib berish bilanla u piyodalar Kattibekning etiga o'q atdi. O'q shundoq tegdiki, ot shu yerda yiqildi. Kattibek etidan ayrildi. U yer yanto'liq bo'lg'achqa ot domlab suvga tushib ketdi. Kattibek piyoda qarshi tarafdagi piyodalarga etildi. Ular ishik ichiga yo'shirinib olganligidan Kattibekning shamshiri ularga yetmadi. Orqasidan Medaka Bahodir yetib kelib, "Rahmat sana, bahodirlik shunchalik bo'lar, endi yong'in" dedi. Kattibek uningga, "Toki sen yonmog'icha men yonmayman" dedi. Medaka Bahodir qarsa, sepil ustidan o'q yomg'irdak yig'ib etibdi. Agar buningdan ortiq jur'at qildigan bo'lsa, har ikkilisi nobud bo'lg'udak. Shunga Medaka Baldur orqasiga yondi. Har ikkilisi xonning oldiga qaytib keldi. Xon Kattibekni maqtab iltifotlarni qildi. Xaloyiq Medaka Bahodirga topi-tani qilishdi. Medaka Bahodir ularga dushmanga zarba berish uchun o'rin torliq qildi. Kattibekning asabiyligi tutqanlikdan joylik qildi. Agar menmu joylik qilgan bo'lsam, har ikkilimizga o'lmakdan boshqa ish yo'q edi. Shunga bu asabiylikni uningga qo'ydim. Natijada ikkilimiz salomat qoldik dedi. Medaka Bahodirning bu o'zirisini ba'zilar loyiq topdi, ba'zilar qabul qilmadi. Shuningdan keyin Yangisar mahallasida har bir kishi o'ziga loyiq bir o'rinni egallab joylashdi. Bu vaqa bo'lib necha kun o'tgandan keyin Mir Ayub Ablik taplik istisqa kesili bilan vafot bo'ldi. Kesilining oxirgi mezgillarida xon uni ko'rgili borgan edi. Mir Ayub xonga Bobur podshoning o'z haqqini saqlay olmadim. Uningga bergan va'damda tura olmadim. Mavu turgan bir to'p to'ng'uzlar va tilsizlarning targ'iboti tufaylidan va'damni buzdim deb Mo'g'ul sardorlarini ishorat qildi. Chunki Hisarda shularning shukurtishi bilan Mir Ayub Bobur podshohdan yuz o'rgan edi. U yana xonga, "Meni va'da va qasamning haqqi tutdi. Mana hozir qo'sqim taroq-taroq qilyotidi. Ashu yomon qilmishning jazosi jinimga petyotidi. Bu turayotgan kishilarning hammasi ko'zimga to'ng'uz va iyiqda ko'rinyotidi" dedi. Rubai ta mumkindir qilma qasam qashqil tez, haqdagi duru yasiga sen qilmas setiz. Nachar zariatidan agar qilsang ahid, ta jonigu bar sinardin atkil parhiz. Mir Ayub vafot bo'lgandan keyin mansab va martabasi uning qarindoshi Muhammad Bekka topshirildi. Shu kunlarda har bir kun urushdan xoli emas edi. Har bir kishining ko'ngil g'aznasida shijoat
javoharatlari yoshiringan bo'lsa, bir-birlab oshkora bo'layotdi. Shu jumladan Midaka Bahodir, Abdulvahid Bahodir, Xudaquli Ishqovul, Shaqovul, Muhammad Ali Tuman qatorliqlar hamma zamondoshlari orasida gavdalik ko'zga ko'rindi. Boshqa bahodirlar bir navbat yoki 2-3 navbat shijoat ko'rsatdi. Ammo bu to'rt palvon nagon ba'zi kunlari urush qilmaydi. Ko'pincha kunlari bular urush qilib mardlik, mardonlikni to'liq baja keltiradi. Bular urush qilib mardlik va mardonlik qilmagan urush oz ko'rilgan edi. Demak, Mirza Abu Bakrning kelmaydiganligi ma'lum bo'ldi. Shuningdan keyin hammaylar birdak Yengsar qalasiga qattiq hujum qilish kerak deyishdi. Hammaylarning fikri shuningga qaror topgandan keyin yuqorida Mo'g'ulning odiy xalq ichidagi mo'tvarlar qatorida etilga ilingan Hoji Ali Bahodirni Yarkand cho'lining chegarasidagi manzilda qarovul bo'lib Mirza Abu Bakrning xabarini kutib turishga vatdi. Agar Yengsar qalasiga hujum qilayotgan mezgilda Mirza Abu Bakr kelib qolsa, Hoji Ali Bahodir darhol xabar yetkazsin. Biz uning chorasini qilaylik deb Hoji Ali Bahodirni mangdirdi.